Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi videomizda sizlarning değerli har biringizni, har bir oilani, har bir tadbirkorni qiziqtiradigan, hatto hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan o'ta muhim bir mavzuni, raqamli musodara mavzusini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu shunchaki bir tushuncha emas. Balki bugungi raqamli dunyoda yashayotgan har bir shaxs duch kelishi mumkin bo'lgan jiddiy xavfdir. Bugun sizga taqdim etadigan ma'lumotlar nafaqat hozirgi holatingizni tushunishga, balki kelajakdagi moliyaviy barqarorligingizni himoya qilishga ham yordam beradi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki har bir detal juda muhim. Agar hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga hoziroq obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Bu bizga bunday muhim mavzularni yanada ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Muammoning mohiyati, ilgari qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Bir paytlar bizning boyligimiz, mulkimiz asosan jismoniy shaklda mavjud bo'lardi. Uy-joy, yer, avtomobillar, bank hisoblaridagi naqd pullar yoki qimmatbaho buyumlar. Agar biror narsa musodara qilinadigan bo'lsa, bu jarayon juda aniq va ko'zga ko'rinadigan tarzda amalga oshirilardi. Misol uchun, bankdagi hisobingizdan mablag'ni tortib olish uchun sud qarori, ijro ishi bo'lishi va bu jarayonlar qog'oz hujjatlar bilan tasdiqlanishi kerak edi. Yoki uy-joyingizga egalik huquqi o'tganda kadastr hujjatlarida o'zgarishlar kiritilardi. Bu jarayonlar sekin, bürokratik va ba'zan uzoq davom etardi, lekin har bir qadam kuzatilishi mumkin edi. Har qanday musodara holatida siz jismonan ishtirok etishingiz, hujjatlarga imzo chekish, hatto ba'zida qattiq qarshilik ko'rsatish imkoniyatiga ega edingiz. Bugungi kunda esa dunyo butunlay o'zgarib ketdi. Bizning mol-mulkimiz, aktivlarimiz tobora ko'proq raqamli shaklga o'tib bormoqda. Bank hisoblarimizdagi pullar, kriptovalyutalar, onlayn sarmoyalar, qimmatli qog'ozlar, hatto domen nomlari, virtual o'yinlardagi xarakterlar yoki ijodiy ishlaringizga bo'lgan raqamli huquqlar, bularning barcha sizning mulkingizdir. Ular jismoniy dunyoda mavjud emas, lekin ularning iqtisodiy qiymati ba'zan oddiy jismoniy mulkdan ham oshib ketadi. Va mana shu yerda muammoning ildizi yotadi. Zamonaviy qonunchilik va huquqiy mexanizmlar bu tez o'zgarayotgan raqamli dunyoga har doim ham moslasha olmayapti. Natijada raqamli aktivlarni musodara qilish jarayonlari ilgari hech qachon duch kelmagan yangi murakkabliklar va xavflarni keltirib chiqarmoqda. Raqamli musodara bu davlat organlari, sudlar yoki ba'zan hatto xalqaro tashkilotlar tomonidan sizning elektron pullaringiz, kriptovalyutalaringiz, onlayn platformalardagi aktivlaringiz yoki boshqa raqamli mulkingizni qonuniy yoki ba'zan shu asoslarda tortib olish, bloklash yoki ularga egalik huquqini bekor qilishdir. Eng xavotirlisi shundaki, bu jarayon juda tez, ba'zan esa sizning ishtirokingizsiz yoki xabardorligingiz sodir bo'lishi mumkin. Biror tugmani bosish bilan siz milliardlab dollarlik aktivlaringizni yo'qotishingiz mumkin. Bu nafaqat moliyaviy yo'qotish, balki shaxsiy hayotingiz, biznesingiz va kelajagingiz uchun ham jiddiy zarba bo'lishi mumkin. Shu sababli bu muammo haqida bilish, uning oldini olish choralari haqida xabardor bo'lish bugungi kunda har qachongidan ham muhimroqdir. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak va kim xavotir olmasligi kerak. Raqamli musodara tushunchasi ko'pchilik uchun yangilik bo'lishi mumkin, ammo uning ta'siri allaqachon sezila boshlagan. Keling, bu jarayonning asosiy jihatlarini va uning kimlarga taalluqli ekanini batafsil ko'rib chiqaylik. Birinchidan, nimalarni bilish kerak? Sizning raqamli aktivlaringiz xuddi jismoniy mol-mulkingiz kabi qonuniy himoyaga ega bo'lishi kerakdek tuyuladi. Lekin amalda har doim ham shunday emas. Ko'pgina mamlakatlarda, jumladan O'zbekistonda ham raqamli aktivlarga oid qonunchilik hali to'liq shakllanmagan. Bu holatda raqamli mulkning huquqiy maqomi, unga egalik qilish tartibi va musodara qilish mexanizmlari aniq belgilanmagan bo'lishi mumkin. Bu esa huquqiy noaniqliklarga va hatto suiiste'molliklarga olib kelishi mumkin. Musodara qilishga asos bo'ladigan sabablar juda xilma-xil bo'lishi mumkin. Jinoiy faoliyatga aloqadorlik, soliq qonunchiligini buzish, xalqaro sanksiyalar ro'yxatiga tushish, qarz majburiyatlari, firibgarlikda gumon qilinish yoki hatto sizning hisobingiz kiberhujumga uchrab, jinoyatchilar tomonidan ishlatilish natijasida ham raqamli aktivlaringiz xavf ostida qolishi mumkin. Shuni yodda tutingki, sizning barcha onlayn harakatlaringiz, jumladan tranzaksiyalar, kommunikatsiyalar va hatto veb-saytlariga tashriflaringiz raqamli iz qoldiradi. Bu izlar keyinchalik sizga qarshi dalil sifatida ishlatilishi mumkin. Kim xavotir olishi kerak?
aslida. Raqamli dunyoda faol bo'lgan har bir inson potensial xavf guruhiga kiradi. Biroq ba'zi guruhlar ko'proq xavf ostida. Biri kriptovalyuta egalari va treyderlar. Kriptovalyutalar anonimligi sababli ko'pincha noqonuniy faoliyat bilan bog'lanadi. Garchi bu har doim ham shunday bo'lmasa-da, hatto halol yo'l bilan topilgan kriptovalyutalar ham. Agar ular noqonuniy manbalardan kelgan deb taxmin qilingan boshqa kriptovalyutalar bilan aloqada bo'lgan bo'lsa, musodara qilinishi mumkin. Misol, 2020-yilda AQSh Adliya vazirligi yirik kiber hujumlar natijasida o'g'irlangan kriptovalyutalarni qaytarib oldi. Mazkur holatda Colonial Pipeline neft quvuri kompaniyasiga hujum qilgan hakerlarning kriptovalyuta hamyonidan 4 million AQSh dollari qiymatidagi bitcoinlar musodara qilindi. Bu holat hukumat organlarining kriptovalyuta tranzaksiyalarini kuzatish va ularni musodara qilish imkoniyatlari kengayib borayotganini ko'rsatadi. Tasavvur qiling, siz biror kishidan bitcoin sotib oldingiz, keyinroq esa o'sha shaxs yirik kiber jinoyatga aloqador bo'lib chiqdi va sizga sotgan bitcoinlar uning jinoyatidan olingan mablag'lar ekanligi aniqlandi. Sizning halol sotib olgan bitcoinlaringiz ham noqonuniy aktiv sifatida baholanib musodara qilinishi mumkin, agar siz o'zingizning beg'uborligingizni isbotlay olmasangiz. 2. Onlayn biznes egalari va elektron tijorat bilan shug'ullanuvchilar. To'lov tizimlari onlayn banklar orqali amalga oshirilgan tranzaksiyalarning har qanday shubhali ko'rinishi, masalan, yirik miqdordagi mablag'larning tez-tez harakatlanishi, xalqaro pul o'tkazmalari, soliqqa oid qonunbuzarliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Agar sizning biznesingiz firibgarlik sxemalariga aloqador deb topilsa yoki noqonuniy mahsulotlar sotishda ayblansa, sizning onlayn hisoblaringiz savdo platformalaridagi aktivlaringiz bloklanishi yoki musodara qilinishi mumkin. Misol, Germaniyada bir onlayn do'kon egasining PayPal hisobiga million yevrodan ortiq pul kelib tushadi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, bu do'kon taqiqlangan dorilarni sotish bilan shug'ullangan. Sud qarori bilan PayPal hisobidagi barcha mablag'lar musodara qilindi. Bu shuni anglatadiki, sizning biznesingiz qonuniylik chegaralaridan chiqsa, raqamli hisoblaringizdagi barcha mablag'lar xavf ostida qoladi. Hatto agar siz bu faoliyatdan bexabar bo'lsangiz ham, masalan, ishchilaringiz sizning ruxsatingizsiz noqonuniy savdo qilgan bo'lsa, sizning bank va elektron to'lov hisoblaringiz muzlatilishi mumkin. Xalqaro sanksiyalar ostidagi shaxslar yoki kompaniyalar bilan aloqada bo'lganlar. Sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan shaxslar bilan har qanday moliyaviy yoki biznes aloqa sizning raqamli aktivlaringizni muzlatib qo'yishga yoki musodara qilishga asos bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa xalqaro miqyosda biznes yurituvchilar uchun juda muhim. Misol, Rossiya va Ukrainadagi mojarolar sababli G'arb davlatlari ko'plab rus oligarxlari va kompaniyalariga nisbatan sanksiyalar kiritdi. Bu sanksiyalar nafaqat ularning G'arb banklaridagi hisoblarini muzlatib qo'ydi, balki ularning kriptovalyuta aktivlari chet eldagi mulklari va boshqa raqamli resurslariga ham ta'sir qildi. Agar siz bilmasdan shunday shaxs bilan biznes aloqalariga kirishgan bo'lsangiz yoki ularning oraliq agentlari orqali operatsiyalar o'tkazgan bo'lsangiz, sizning hisoblaringiz ham avtomatik tarzda bloklanib qolishi mumkin. Ko'pincha xalqaro to'lov tizimlari bunday tekshiruvlarni avtomatik ravishda amalga oshiradi. 4. Kiber hujumlar qurbonlari. Agar sizning hisobingiz buzilgan bo'lsa va jinoyatchilar uni noqonuniy maqsadlarda ishlatgan bo'lsa, sizning raqamli aktivlaringiz musodara qilinishi mumkin. Siz jabrlanuvchi bo'lsangiz ham, agar aktivlaringiz jinoyatga aloqador bo'lib qolsa, ular vaqtinchalik yoki doimiy ravishda olib qo'yilishi mumkin. Misol, bir shaxsning bank ilovasi buzilib, undan pul o'tkazmalari amalga oshiriladi. Garchi u jabrlanuvchi bo'lsa-da, bank va huquq tartibot organlari tekshiruv davrida uning hisobini muzlatib qo'yishi mumkin. Agar pul o'tkazmalari firibgarlik sxemasining bir qismi deb hisoblansa, hatto jabrlanuvchining hisobidagi qolgan mablag'lar ham musodara qilinishi mumkin, toki u o'zining aybsizligini va bu mablag'larning manbasini isbotlagunicha. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz qonunlarga to'liq rioya qilsangiz, barcha daromadlaringizni deklaratsiya qilsangiz, noqonuniy faoliyatga aloqador bo'lmasangiz va kiber xavfsizlik qoidalariga amal qilsangiz, raqamli musodara xavfi minimaldir. Qonuniy asosda va shaffof tarzda amalga oshirilgan har qanday operatsiyalar odatda himoyalangan bo'ladi. Oddiy bank hisoblarida saqlanadigan maoshlar, ijtimoiy to'lovlar, kichik hajmdagi onlayn xaridlar
Shaxsiy maqsadlarda foydalaniladigan ijtimoiy tarmoqlar odatda bu turdagi musodaraga tortilmaydi. Agar ular qandaydir jinoiy faoliyat bilan bog'lanmasa. Asosan musodara qilinadigan aktivlar ko'p miqdordagi mablag'lar, noma'lum manbali daromadlar va noqonuniy faoliyat bilan bog'liq deb taxmin qilingan narsalarga qaratiladi. Asosiy qism 2 qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Raqamli musodara masalasida hamma narsa oson va tushunarli emas. Ko'pincha biz kutmagan holatlar, xalqaro huquqning murakkabliklari va texnologik tuzoqlar bu jarayonni yanada chigallashtiradi. Keling, ba'zi istisnolarni, kutilmagan tuzoqlarni va noaniq jihatlarni ko'rib chiqamiz. 1. Yurisdiksiya muammolari. Raqamli aktivlar jismonan biror joyda joylashmaydi. Masalan, sizning kriptovalyutangiz blokchaynda mavjud bo'lib, u butun dunyo bo'ylab tarqalgan serverlarda saqlanadi. Yoki sizning onlayn hisobingiz xorijiy davlatda ro'yxatdan o'tgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda bir davlatning sud qarori boshqa davlatdagi aktivlaringizga bevosita ta'sir qila olmasligi mumkin. Biroq xalqaro hamkorlik mexanizmlari, masalan, Interpol, Europol kabi tashkilotlar orqali yoki to'g'ridan to'g'ri davlatlararo shartnomalar asosida xorijiy aktivlar ham musodara qilinishi mumkin. Masalan, siz O'zbekistonda yashaysiz, ammo kriptovalyutalaringizni AQShda ro'yxatdan o'tgan biror kriptobirjada saqlaysiz. Agar O'zbekiston sudida siz qarshingizga jinoiy ish qo'zg'atilsa va sizning aktivlaringiz musodara qilinishi kerak bo'lsa, O'zbekiston hukumatining AQSh birjasiga bevosita buyruq berish huquqi yo'q. Ammo O'zbekiston huquq tartibot organlari AQShdagi hamkasblari bilan xalqaro huquqiy yordam so'rab murojaat qilishlari mumkin. Bu jarayon ancha murakkab va uzoq davom etadi. Lekin natijada aktivlaringiz muzlatilishi yoki musodara qilinishi mumkin. Shu bilan birga agar sizning aktivlaringiz yirik xalqaro birjalarda saqlansa, bu birjalar o'zlarining yurisdiksiyasidagi qonunlarga bo'ysunadilar va xalqaro hamkorlik doirasida xorijiy hukumatlarning qonuniy so'rovlarini bajarishga majbur bo'lishlari mumkin. 2. Egalik huquqini isbotlashning murakkabligi. Jismoniy mulkka egalikni hujjatlar, kadastr, avtotexnika pasporti bilan isbotlash oson. Raqamli aktivlar uchun bu jarayon murakkabroq bo'lishi mumkin. Kriptovalyuta hamyonlari anonim bo'lib, ularga egalikni isbotlash uchun tranzaksiya tarixini, kalitlarni, birjadan olingan ma'lumotlarni taqdim etish talab qilinishi mumkin. Ba'zan bu ma'lumotlar yetarli bo'lmasligi yoki ularni olishning iloji bo'lmasligi mumkin. Misolga, sizning kompyuteringiz buzilib, kriptovalyuta hamyoningizga kirish kaliti, seed phrase o'g'irlangan. Jinoyatchilar hamyondagi barcha mablag'larni o'zlarining hamyonlariga o'tkazib olishadi. Siz darhol huquq tartibot organlariga murojaat qilasiz. Politsiya tezkor harakatlar natijasida jinoyatchilarning hamyonini aniqlaydi va sud qarori bilan undagi mablag'larni musodara qilishga muvaffaq bo'ladi. Biroq bu mablag'lar endi davlatga o'tadi, sizga qaytarilmaydi. Chunki siz o'g'irlangan kriptovalyutaga egalik huquqini isbotlashingiz qiyin bo'ladi. Chunki blokchayn tizimida kim birinchi bo'lib ushbu hamyonga egalik huquqini ko'rsatuvchi kalitni taqdim etsa, u egasi hisoblanadi. Agar siz kalitni yo'qotgan bo'lsangiz, uni qaytarish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun raqamli aktivlaringizni himoyalash va ularga egalik huquqini tasdiqlovchi dalillarni saqlash juda muhimdir. 3. Orada turuvchi vositachilarning roli. Banklar, kripto birjalar, to'lov tizimlari, bularning barchasi sizning raqamli aktivlaringizni boshqarishda ishtirok etadi. Ular o'z navbatida o'zlarining ish qoidalariga va yurisdiksiyadagi qonunlarga rioya qilishlari shart. Agar biror vositachi sizning hisobingizni shubhali deb topsa, u holda sud qarori siz ham hisobni bloklash yoki operatsiyalarni cheklash huquqiga ega. Keyinchalik ular huquq tartibot organlariga xabar berishlari va tekshiruv boshlanishi mumkin. Misol, katta miqdorda mablag' bank hisobingizga kelib tushadi. Bank xavfsizlik tizimi bu operatsiyani avtomatik tarzda shubhali deb belgilaydi va sizning hisobingizni vaqtincha muzlatib qo'yadi. Bank sizdan mablag'ning kelib chiqishi to'g'risida hujjatlar so'raydi. Agar siz bu ma'lumotni o'z vaqtida taqdim eta olmasangiz yoki taqdim etgan ma'lumotlar bankni qoniqtirmasa, bank hisobingizni uzoq muddatga muzlatib qo'yishi va hattoki huquq tartibot organlariga xabar berishi mumkin. Bu esa keyinchalik jinoiy ishga aylanib, mablag'laringiz musodara qilinishiga olib kelishi mumkin. Bu holatda bank sizning mablag'laringizga egalik huquqini da'vo qilmasa ham, sizga ulardan foydalanish imkoniyatini cheklaydi va aktivlaringizni samarali ravishda ushlab turadi.
4 aybsiz egalik masalasi. Ba'zida siz noqonuniy faoliyatga aloqador bo'lmasangiz ham o'g'irlangan yoki noqonuniy yo'l bilan topilgan aktivlarni qabul qilib olishingiz mumkin. Bunday holatlarda sizning aybsizligingizni isbotlash juda muhim. Agar buni uddalay olmasangiz, aktivlaringiz musodara qilinishi mumkin. Misol, siz internetda juda arzon narxda qimmatbaho elektron qurilma sotib oldingiz va to'lovni kriptovalyuta orqali amalga oshirdingiz. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, bu qurilma o'g'irlangan. Sotuvchi esa kiberjinoyatchilar to'dasiga aloqador. Siz to'lagan kriptovalyuta ham musodara qilingan aktivlar ro'yxatiga tushishi mumkin. Agar siz o'zingizning beg'uborligingizni, ya'ni o'g'irlangan molni bilmasdan sotib olganingizni va qonuniy to'lovni amalga oshirganingizni isbotlay olmasangiz, sizning aktivlaringizni qaytarish juda qiyin bo'ladi. Huquq tartibot organlari ko'pincha faqat shubhali operatsiyalar bilan bog'liq mablag'larga e'tibor qaratadi va ularni shunchaki musodara qilishga intiladi. 5. Qonunchilikdagi bo'shliqlar. Raqamli aktivlarga oid qonunlar ko'plab mamlakatlarda hali ham shakllanmoqda. Bu esa har xil talqinlarga va sud amaliyotidagi turlicha qarorlarga sabab bo'ladi. Ba'zan qonunlardagi bo'shliqlar huquq tartibot organlariga kengroq vakolatlar berishi yoki aksincha fuqarolarning huquqlarini himoya qilishni qiyinlashtirishi mumkin. Masalan, virtual o'yinlarda millionlab dollar qiymatga ega bo'lgan aktivlar mavjud. Agar bu aktivlar musodara qilinadigan bo'lsa, unga nisbatan qaysi qonun qo'llanilishi, uning huquqiy maqomi qanday bo'lishi kabi savollar hali to'liq hal qilinmagan. 6. Texnologik murakkabliklar. Jinoyatchilarning yangi texnologiyalardan foydalanishi, masalan, mikserlar. Maxfiy tarmoqlar orqali tranzaksiyalar o'tkazish aktivlarni kuzatishni va musodara qilishni juda qiyinlashtiradi. Biroq hukumat organlari ham bu sohada o'z imkoniyatlarini oshirib bormoqda. Bu nuanslarni tushunish sizning raqamli xavfsizligingiz uchun kalit hisoblanadi. Har qanday shubhali holatda darhol mutaxassislar bilan maslahatlashish, ehtiyot choralarini ko'rish va qonuniy maslahat olish juda muhimdir. Amaliy maslahatlar tomoshabin nima qilishi kerakligi haqida aniq qadamlar. Endi esa eng muhim qismga raqamli musodaradan himoyalanish uchun nima qilish kerakligi haqidagi amaliy maslahatlarga o'tamiz. Bu shunchaki tavsiyalar emas, balki sizning raqamli mol-mulkingizni asrash uchun zarur bo'lgan aniq qadamlardir. 1. Raqamli aktivlaringizni xavfsiz saqlang va shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qiling. Kuchli parolar va 2 faktorli autentifikatsiya 2 ishlating. Barcha onlayn hisoblaringiz, elektron pochta, kriptovalyuta birjalari, bank ilovalari uchun kamida 12 belgidan iborat murakkab parollardan foydalaning va ularni muntazam ravishda o'zgartirib turing. Har bir hisob uchun alohida parollar bo'lsin. KX va SMS. Google Authenticator yoki USB kalitlarini doim yoqing. Bu hatto parolingiz o'g'irlangan taqdirda ham hisobingizga kirishni qiyinlashtiradi. Ishonchli dasturiy ta'minot va antivirusdan foydalaning. Kompyuter va smartfonlaringizda litsenziyalangan antivirus dasturlari o'rnatilgan bo'lsin va ularni doimiy yangilab turing. Operatsion tizimlar va barcha ilovalarning eng so'nggi versiyasini ishlating. Chunki ular ko'pincha xavfsizlik bo'yicha tuzatishlarni o'z ichiga oladi. Oltin qoidalar. Noma'lum havolarga kirmang. Elektron pochtadagi shubhali ilovalarni ochmang. Shaxsiy ma'lumotlaringizni so'ragan xabarlarga ishonmang. Phishing hujumlariga qarshi hushyor bo'ling. 2. Moliyaviy operatsiyalaringizda shaffoflikni ta'minlang. Daromadlaringizni deklaratsiya qiling va soliq qonunchiligiga rioya qiling. Barcha daromadlaringizning qonuniy ekanligini tasdiqlovchi hujjatlarni saqlang. Agar sizda yirik pul o'tkazmalari bo'lsa, ularning manbasini tasdiqlovchi shartnomalar, cheklar yoki boshqa hujjatlarni saqlab qo'ying. Bu kelajakda shubhali tranzaksiya deb topilgan taqdirda sizning huquqlaringizni himoya qilish uchun muhim dalil bo'ladi. Kriptovalyuta tranzaksiyalarini hujjatlashtiring. Agar siz kriptovalyuta bilan ishlasangiz, har bir savdo, almashtirish yoki qabul qilish operatsiyasining sanasi, miqdori, jo'natuvchi qabul qiluvchi manzili agar imkon bo'lsa va pul birligi kabi ma'lumotlarni qayd qilib boring. Birja orqali amalga oshirilgan operatsiyalar uchun tranzaksiya jurnallarini history saqlab qo'ying. Agar imkon bo'lsa, kriptovalyutaning kelib chiqishini, masalan, konchilik, halol xarid isbotlaydigan hujjatlarni yig'ing. Yurisdiksiyani hisobga oling. Qaysi platformalardan foydalanayotganingizni bilib oling. Agar siz xorijiy birjalar yoki to'lov tizimlaridan foydalansangiz,
ularning ro'yxatdan o'tgan mamlakat qonunlarini va foydalanuvchi shartnomalarini diqqat bilan o'rganing. Ularning yurisdiksiyasi sizning aktivlaringiz xavfsizligiga qanday ta'sir qilishini tushuning. Agar imkon bo'lsa, mahalliy qonunchilikka rioya qiladigan va ishonchli mahalliy platformalardan foydalanishni afzal ko'ring. O'zbekiston qonunlariga rioya qiling. O'zbekistonda kriptovalyutalar va boshqa raqamli aktivlarga oid qonunchilikni muntazam ravishda kuzatib boring. Masalan, kripto aktivlar aylanmasi sohasida qonun hujjatlarining majburiy talablariga rioya qilish, litsenziyalangan kripto do'konlar yoki birjalar orqali operatsiyalar o'tkazish muhimdir. 4. Huquqiy maslahat oling. Professional yordamdan foydalaning. Agar sizning raqamli aktivlaringizga nisbatan shubhali harakatlar sodir bo'lsa, hisobingiz muzlatildi, bloklandi. Darhol yuridik maslahatchi yoki advokat bilan bog'laning. Raqamli huquq va kiber xavfsizlik bo'yicha mutaxassislar sizga vaziyatni tushunishga va to'g'ri harakat strategiyasini ishlab chiqishga yordam beradi. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Agar sizning hisobingiz muzlatilsa yoki aktivlaringiz musodara qilinish xavfi ostida bo'lsa, siz quyidagi hujjatlarni tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Pasport nusxasi, shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, bank hisobotlari, elektron to'lov tizimlari yoki kripto birjalardan olingan tranzaksiya jurnallari, aktivlarning kelib chiqishini tasdiqlovchi hujjatlar, ish haqqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, shartnomalar, fakturalar, savdo cheklari. Agar mablag'lar biznesdan kelgan bo'lsa, biznes litsenziyasi, soliq deklaratsiyalari, aloqador elektron pochta xabarlari, chat yozishmalari, agar ular sizning aybsizligingizni isbotlashga yordam bersa. Kriptovalyuta hamyonining manzillari, tranzaksiya heshlari, TXT, bankdan olingan muzlatish to'g'risidagi xabarnoma yoki boshqa rasmiy bildirishnomalar va proaktiv choralar, aktivlarni diversifikatsiya qiling. Barcha raqamli aktivlaringizni bitta joyda, bir birjada, bitta hamyonda saqlamang. Turli platformalarda, hatto qisman sovuq saqlash cold storage usullaridan foydalanib taqsimlang. Bu bir joydagi muammo butun boyligingizga ta'sir qilish xavfini kamaytiradi. Ma'lumotlarni zaharlang. Barcha muhim raqamli ma'lumotlaringizni, hujjatlar, foto, videolar muntazam ravishda zaxira nusxalarini yarating va ularni xavfsiz joyda saqlang. Masalan, shifrlangan tashqi disklar, bulutli xizmatlar. Xulosa va yakuniy chaqiriq, aziz do'stlar. Bugungi videomizda raqamli musodara kabi murakkab va jiddiy mavzuni har tomonlama o'rganishga harakat qildik. Tushundingizki, raqamli dunyoda xavfsizlik va ehtiyotkorlik nafaqat shaxsiy ma'lumotlaringiz, balki moliyaviy barqarorligingiz uchun ham hayotiy ahamiyatga ega. Aktivlaringizning qonuniyligini ta'minlash, xavfsizlik qoidalariga rioya qilish va huquqiy bilimlarni oshirish bu sizning raqamli mulkingizni himoya qilishning eng samarali yo'llaridir. Yodingizda bo'lsin, ogohlik va bilim bu sizning eng kuchli qurolingizdir. Bugungi olingan ma'lumotlar sizni har qanday kutilmagan vaziyatlarga tayyor turishga yordam beradi degan umiddamiz. Siz bu mavzu haqida qanday fikrdasiz? Raqamli musodara holatiga duch kelganmisiz? Yoki bu haqda qandaydir hikoyalarni bilasizmi? Izohlarda o'z fikrlaringizni va tajribalaringizni yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha raqamli dunyoda xavfsiz va xotirjam bo'ling.